Musiqa tilini tushunish uchun avvalo nota yozuvi va kalitlar tushunchalarini bilish muhim. Ular tovushlarning balandligi hamda joylashuvini aniq ko'rsatib, ijroni to'g'ri tashkil etishga yordam beradi. Musiqiy tovushlarni yozib olish va avloddan avlodga aniq yetkazish zarurati nota yozuvi tizimining yaralishiga asos bo'ldi. Ko'p asrlar mobaynida musiqiy asarlarni qog'ozga aniq tushirish uchun qulay ko'rgazmali yozuv tizimini topishga harakat qilingandi. Musiqiy matnni qog'ozga tushirishda tovushlarning balandlik va cho'zim xususiyatlarini bitta belgi bilan ifodalash zarur edi. Bunday belgi nota degan nom oldi. Nota yozuvining ilk turi qadimgi Yunoniston san'atida paydo bo'lgan harfiy notatsiya hisoblanadi. 10-asr oxiri Korbi nomli fransuz monastir rohiblari tomonidan musiqiy yozuvga nemalarni kesib o'tadigan gorizontal qizil chiziq kiritildi. Uning ustiga yozilgan nemalar kichik oktavaning fa tovushi deb hisoblanar edi. Keyinchalik unga yana bir sariq rangli chiziq qo'shildi va qizil chiziqdan yuqoriroq joylashib, birinchi oktavaning do tovushini bildirardi. Zamonaviy nota yozuvining asoschisi Guido Arezzo geksaxordlar tizimi pog'onalarni nomlashdan tashqari 4 chiziqli nota yo'lini ham barqaror qildi. Nihoyat 14-asrda 5 chiziqli nota yo'li barpo etilib, hozirgacha eng qulay nota yo'li sifatida qo'llanilmoqda. Nota yo'li deb alteratsiya belgilari, pauzalar joylashadigan 5 ta gorizontal parallel chiziqlar tizimiga aytiladi. Chiziqlar pastdan yuqoriga qarab sanaladi. Odatda nota yo'li boshida 5 ta chiziqni birlashtiradigan vertikal boshlang'ich chiziq qo'yiladi. Notalar nota yo'lining chiziqlari ustida va ularning oralig'ida yoziladi. Asosiy chiziqlardan tashqari qisqa qo'shimcha chiziqlar ham ishlatilishi mumkin. Ular nota yo'lining tepasidan yozilsa, pastdan yuqoriga tomon yoki nota yo'lining pastidan yozilsa, yuqoridan pastga tomon sanaladi. Bir ovozli kuylarni notalashtirish jarayonida yozuv qiyinchiliklarsiz bitta nota yo'lda yozilishi mumkin edi. Boshqa ovozlar, ya'ni ko'p ovozliklarda esa notaga tushirish uchun ko'p sonli qo'shimcha chiziqlardan foydalanishga majbur qilar edi. Ushbu masalani bartaraf etish uchun bir qator kalitlar ishga solindi. Kalitlardan har biri alohida bir ovoz uchun mo'ljallangan. Shunday qilib, soprano, alt, tenor, bas va boshqa kalitlar vujudga keldi. Bu kalitlar do kalitlari deb ataladi, negaki ular birinchi oktava do tovushining nota yo'lda joylashuvini ko'rsatadi. Hozirgi kunda do kalitlardan faqat alt bilan tenor kalitlari ayrim cholg'u asboblari uchun qo'llaniladi. Cholg'u musiqasi rivojlanishi natijasida nota yo'li katta diapazondagi asarlar tovush qatorini o'z ichiga sig'dira olmay qolgach, yangi kalitlar, ya'ni sol bilan fa kalitlari ishlatila boshlandi. Skripka kaliti birinchi oktavaning sol tovushi nota yo'ldagi ikkinchi chiziqqa, bas kaliti kichik oktavaning fa tovushi 4-chiziqda yozilishini ko'rsatadi. Zamonaviy nota yozuv skripka sol hamda bas fa kalitlar tizimini tashkil etadi. Bu tizim ikkita nota yo'lini bitta qatorga birlashtirib, musiqiy tizimning butun tovush qatorini qamrab oladigan imkonga qodir bo'ldi. Sol kaliti odatda baland ovozlar uchun ishlatilsa, fa kaliti esa past ovozlar uchun ishlatiladi. Birinchi oktavaning do tovushi o'rta do nota tizimining markazi hisoblanadi. Sol va fa kalitlari birgalikda butun musiqiy tovush qatorini qamrab olish imkonini beradi. Ular o'zaro uyg'un holda qo'llanilib, turli diapazondagi asarlarni yozish va o'qishni osonlashtiradi.